Mana endi xudo xolasa shu aksiya qidig'imiz xalqimizga foydasi tegadigan darajada qilib olamiz. Xudo xolasa yorug' yuz bilan qo'llab-quvvatlab duo qilib tursalaringiz bo'ldi. Bu kurashda yurtdoshlarimizning quvonchi Messining chempionligi shavqidan oz emas. Shu suvdan oqib bersa yaxshi bo'lardi bizlarga. Qishlarda, yomg'irlarda o'tiramiz, suv olaylik deb. Hozirgi kunga kelib loyiha amalga oshmay qolish ehtimoli paydo bo'lmoqda. Ko'p qolsak to'rtta faqir olamiz, to'rtta. Idishni qaraymadi. Hamma idishlarni olib kelib qarab o'tiribdi. Bizga yo'l ham kerak emas, bizga boshqa muammo ham kerak. Bizga faqat suv kerak. Aytish lozimki, Yakkabog' tumani hokimiyati xulosani atay noto'g'ri talqin qilyapti yoki muammoni bartaraf etish emas, ustiga xashak tashlab qo'yishni afzal ko'rishmoqda.